Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, uzoq yaqindagi mo'min musulmonlar. Mana bugun 15-may kuni sizlar uchun, ayniqsa musofirda yurganlar uchun juda ham arzon narx-navolar bozorda 500-400 so'm qimillab bor, lekin bizda unaqa emas. Ko'rsating o'g'lim. Juda ham arzon qilib, juda ham go'zal qilib, narx-navolarni yana ham arzon qilib sizlarga juda ham arzon narxda qilib beramiz. Iloji boricha narx pulga olgan baribir go'zal. Narx pulga olmaganlar bosh to'lovini ko'proq berganlar, undan ham go'zal. Hamkorbank Ipak yo'llar yillik 16,5% dan to'g'ri kelyapti. 100 million olsanglar 116,5 million qilib qaytarasizlar. Mabodo 3000, 4000 bor odamlarga Cobaltlar 3 milliondan chiqyapti Hamkorbankdan. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri. Bo'lmasa boshlayveramizmi? Manzillarda aytib o'tamiz. Andijonda Piyosbek, Toshkent betagidamiz. Mabodo Namangan, Qo'qon, Farg'onadan keladi yo'llarga. Andijonda O'zbekiston ko'chasi bo'ldi. Telefon nomerlarini aytib o'tamiz. O'zingiz ayting yangilarini. 97-232-0005, 87-231-0005, hop 97-543-0009. Qo'yalar profili hammasini profili chiqarib qo'yamiz. Qo'lasizmi telefoningizni? Profili chiqarib qo'yamiz hammasini. Mana shu YouTube kanalimizni profilga yangi nomerlar qo'shdik. Ko'p ishchilarimiz javob bermagani uchun vaqtida javob beradigan nomerlar qo'ydik. Keyin eshitib qo'yinglar. 90 648 0001 ga liboy payt qilinglar javob beradi. 91 648 0002 ham javob beradi. 91 168 0002 99 273 0001 raqamlar qo'shimcha raqamlar qo'shib qo'ydik. Nimasiga yozib qo'yasiz o'g'lim? Chiroyli qilib javob beradi. Barter xizmatlarimiz bor. Liboy barter mashinalar devo bo'lsa, mashina olishinglar shart emas. Naqd pulga olib qolaman. Qanaqadir mashina sotsanglar ham kelinglar, naqd pulga olib qolamiz. 2005 mi, 2010 mi, 2025 mi qizig'i yo'q. Devo mashina naqd pulga sotib kelaman desanglar, egasini bilib olib kelinglar. Generallik olib notariusda pulinglar sanab olib qolaveramiz. Bo'lmasa boshlayveramiz o'g'lim. Bugungi juda ham chiroyli qilib arzon qilib beramiz. Sizlarga yoqadigan qilib, men narx-navolarga ham e'tibor beringlar. Chiroyli narxlarni go'zal qilib beramiz. 2018-yil ishlab chiqarilgan Captiva'miz. Kraskasi yo'q, toza. Bo'lib ham haligi kichkina motorlik ekonomishni deydi, faqat old tortadigan juda ham chiroyli 200 tonlik motorli Captiva'miz ertaga kunga 14.500 ga qilib beramiz. Ko'rsating. 4.500 man kelsanglar, qolgani bankdan chiqaveradi, bemalol. 14.500 ga akalar. Tayyorgarlikgacha bor, ishlari ham zo'r holatda. Avtomat beramiz. 2018 14.500. 4.500 bo'lsanglar, xohlasanglar Hamkorbank, xohlasanglar Anorbank qilib beraveramiz. Narxi 14.500. Bunisi 2013 kraskasi yo'q, toza. Bunisi 3.2 lik motorda oldi orqasi tortadigan. Buni ertaga kunga 10.500 dollarga qilib beramiz. Qo'ying. 10.500 ga akalar. Kraskasi yo'q, toza. Kraskalar top-toza ekan, eng qiziq shumkalar bo'lgan. Ishlari ham zo'r holatda akalar. Bunisi 2011 Captiva 3 qilingan, kraskasi yo'q buni ham. Chiroyli, juda ham go'zal mashinani ertaga kunga 8.500 dollarga qilib beramiz. Ko'rsating. 3.000 man kelsanglar, qolgani bankdan chiqaveradi. Juda ham go'zal holatda. Ishlarini ham ko'rsating. Zo'r holatda. Navorot hamma yo'g'i bor. Yili 2011 3.2 lik motorda juda ham go'zal holatda. Bu mashinani 8.500 dollarga qilib beramiz. 8.500 shumkalar bo'lgan, propellarigacha bor. Bunisi 2023 ga 24. Mana shu joyda petnosi bor, 42 ming yurgan, 472 millionligidan ertaga kunga 28.500 ga qilib beramiz. Mabodo bank olaman desanglar, 8.500 ming kelsanglar, 20 ming Hamkorbank beraveradi. 28.500 ga 4 ta yangi ballonlari bor ekan akalar. Tayyor ko'rsatnomalarigacha bor. Ishlari ham mana zo'r holatda pokiza ekan akalar. Qarang, kilometr yurgan atiga akalar. Agar bo'lsa bir yo'l baraka qilib o'tib ketamiz, arzon qilyapmiz. Bunisi 2024 ga 25 37 ming yurgan, ertasi juda ham go'zal holatda, yumshoq balon, hamma yo'g'i bor. Bu mashinani sizlar uchun ertaga kunga 15 ming dollarga qilib beramiz. Xohlasanglar 1400, 1300 dollar, 1300 dollar bilan Anorbankka 6 milliondan to'lov chiqadi. Mabodo 4000 dollar bilan kelsanglar, 4 milliondan Hamkorbank. Mana akalar. Buni o'zim 4 ta yangi archa balonlar ko'p qo'yibdi. Mana ayoq qo'yadiganlarga ishlari ham zo'r holatda, pokiza minilgan mashina ekan akalar. Bunisi 2024-yil ishlab chiqarilgan Premier Plus, juda ham go'zal holatda, 50 ming ham yurmagan, kraskasi toza, 24 Premier Plus sizlar uchun ertaga kunga 16 ming dollarga qilib beramiz. Mabodo 4 ming, 3,5 ming dollar bilan keldi Hamkorbank qilib beramiz. 4,5 million, 5 millionga bo'lmay to'lov chiqadi. Mana akalar. Bunimiz ham tayyorgarlikgacha bor ekan, orqadan so'raganlar, shumkalar bo'lgan. Ichlari ham o'ta pokiza akalar. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan, 40 ming yurgan, kraskasi yo'q, Premier juda ham go'zal holatda.
Bunisini sizlar uchun ertangi kunga 16 ming dollarga qilib beramiz. Mabodo hamkor banki bo'lsanglar 3,5 ming 4 ming kelsanglar 4,5 million 5 millionga bo'lmaydi. 4,5 milliondan oylik to'lov chiqadi. Mabodo Anor banki olsanglar 1,5 ming dollardan chiqadi. Ana akalar ishladi. Yuklarigacha bor. Bunisini bo'ladigan bo'lsa 2023-yil ishlab chiqarilgan kraskasi yo'q, toza, juda ham go'zal holatda. Bunisini 1000 dollar bilan chiqarib beramiz. 6 million 300 mingdan oylik to'lov chiqadi. 1000 dollarga mana akalar. Tracker 2, 4 ta yangi balonlar bor, tayinobkalargacha bor. Eng qiziq shumkalarigacha bo'lgan akalar. Ichlari ham mana zo'r holatda ekan akalar. Pomni shumkalar bo'lgan ekan. 1000 dollar bor akalar orasida. Ashono Nexia'ni ham olib qo'yaylik. Nexia 1 so'ragan akalarimizga. Nexia 1 so'raganlarga kapotida kraskasi bor, bu yerda kosmetikasi bor xolos. 98-yil kraskasi yo'q. Bir ko'rmaydigan juda ham go'zal holatda. Salonlarni ham ko'rsatdim to'g'ri. 4 zo'r holatda. Karpedalari ham juda chiroyli, salonlari ham chiroyli, hali urinib ketmagan. Motor korobkalariga javob beradi. Bu mashinani sizlar uchun 1300 dollarga qilib beramiz. Bo'ladigan. 1300 dollar akalar. Bunisi tayyor 2023-yil ishlab chiqarilgan, Eltiza bo'lib ham go'zal holatda kraskasi yo'q. Tayyor buni kredit chiqqan 2000 dollarga beraveramiz. Tayyor krediti bor, 5 oy to'langan. 2000 dollar krediti bor ekan akalar. Ya'ni cho'rni bo'lgan odamlarga 2000 dollar bilan kelasizlar. Qolgan davom etib kreditini davom etaverasiz. 6 milliondan kredit chiqqan, 5 oyligi to'langan. 5 oyligi sizlarga plyusga 2000 dollarga qilib beramiz. Tayyor propan gazlarigacha bor akalar. Ichlari ham zo'r holatda, 46 ming kilometr yurgan Cheg'ol polilari zo'r holatda. Eltiza bo'lamiz. Bunisi 2019 ga 20 kraskasi yo'q, orqa kapotida, orqa krilosida jicha betnosi bor. Juda ham go'zal holatda, yurgani 100 ming kilometr yurgan. Juda ham chiroyli mashinamiz. Sizlar uchun ertangi kunga 10 ming dollarga qilib beramiz. Ko'rsating yana. 10 ming, 11 ming edi, 10 mingga qilib beramiz. Mabodo bank olaman desanglar, 2,5 ming kelsanglar hamkor bank qilib beraveraman. 3,5 milliondan chiqadi. 3 yilga chiqadi. 3 yilga ekan 3,5 million akalar. Eng qizig'i 1000 dollar nazaratiga olib ketyapti. 11 mingga qo'yilgan mashinamiz 10 mingga olib ketdi. Propan gazlarigacha bor akalar, eng qizig'i. Bunisi 2025-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q, toza, midline. Sizlar uchun ertangi kunga 11700 ga qilib beramiz. 1,5 mingdan chiqadi, oylik to'lov 4 million 700 mingdan chiqadi. 11700 akalar, 4 zo'r holatda balonlar va tayinobkalargacha bor ekan. Bu 2025-yil 30 ming kilometr yurgan, kraskasi yo'q, gazlari bor, juda ham go'zal holatda. 12 ming dollarga qilib beramiz. 1700 bilan chiqadi, oylik to'lov 4 million 700 ming. Mabodo hamkor bank olaman desanglar, 3,5 ming kelsanglar, 3 million 200 ya 3 million 300 dan hamkor bankdan chiqib oladi. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, 80 ming yurgan, kraskasi umuman yo'q. Bu mashinani ertangi kunga 10,300 ga qilib beramiz. 900 dollar bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 4 million 300 mingdan chiqadi. 900 dollar bilan akalar. Bunisi 24 ga 25, 59 ming yurgan, midline, kraskasi umuman yo'q. Bu mashinamiz ertangi kunga 11400 ga qilib beramiz. 1300 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 million 550 mingdan chiqadi. 4 million 550 mingdan 4 ta yangi balonlargacha bor ekan akalar. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda, yurgani 90 ming yurgan, kraskasi yo'q. Ertaga kunga 10200 dollarga qilib beramiz. 1000 dollar bilan chiqadi, oylik to'lov 4 million 300 mingdan chiqadi. 1000 dollarga mana akalar. Metan gazlarigacha bor akalar. Yurish turishlari, gap so'zi, test monitorlarigacha bor. Bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi umuman yo'q. Buni narxi 10 ming dollar, 1000 dollar bilan chiqadi, 4 million 150 mingdan chiqadi. 1000 dollar bilan akalar, 4 million 150 mingdan olib turadi. Ichlari ham zo'r holatda ekan, pokiza minilgan. Original antifonlarigacha bor. Bunisi 2013-yil ishlab chiqarilgan, 20% kraskasi bor. O'zimiz 5400 ga olib bordik. Sizlar uchun 5000 dollarga qilib beramiz. Hech nimasi yo'q. 5000 dollar mana akalar. 2013-yil ishlari ham zo'r holatda akalar, metan gazlarigacha bor. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan, 24 da 25 dan ham yangi mashinani 1000 dollarlik navroti bor. Ichini ham ko'rsating. Oddiy mana kolonka, ustuytir,
Ustitir orqalar tomlarini ham ko'rsating, bu qarang, juda ham go'zal mana qilib, juda afsola qilib o'rgan ekan, orqa kolonkalarni ham ko'rsating, pomni shumka, navrot, kenot, kolonka, ustitir hamma yo'q, baro. Xullas $1000 dan oshiq rasxod qilib qo'ygan ekan, bu mashina xudo xolasa $7000 ga ham arziydigan mashina sizlar uchun $5600 qilib beramiz. Bo'ladigan. 5600 ga. Mabodo 1600, 2000 bilan kelsanglar 3 yilga hamkorbankdan 2 milliondan hamkorbankdan qilib beramiz 2000 bilan kelsanglar. Narxi $5700 edi, 5600 ga qilib beramiz. Metan gazlar va eng qizig'i ponni shumka ham bo'lgan. Bunisi 2024-yil ishlab chiqarilgan. Mabodo bularda Anorbank olsanglar 1200 dan 2 oy ham chiqaveradi. Lekin hamkorbank qilib bunisini 2000 bilan chiqadi. Oylik to'lov 2 milliondan chiqadi. 3 yilga bo'ladigan narxi $6400. $6400 akalar. Metan gazlargacha bor, buning ham ichlari yangicha qo'yib qo'yilgan. 4 ta yangi balon ham qo'yib qo'yilgan akalar. Bu 2009-yil ishlab chiqarilgan 30% kraskasi bor 2009-yil Nexia'ni. 2 oyni ham bir xilda qo'yib beraymi? 2 oy ham $2000 dan. $2000 dan akalar mana tanlab olasizlar ekan. 2009, bunisi ham 2009. Lekin bu o'zi asli $3000 ga turibdi. $2000 dan 2 oyni ham tanlab olasiz. 2000 dan tanlab olasizlar. Ichini so'rayotgan akalaringiz ichini ko'rsatmayapsizlar. Ko'rsating degan akalarimizga ham ishlari ham pokiza bunaqali xarob bo'lib ketmagan akalar. 4 ta yangi balonlari ham bor. Mana ichlari akalar. Bunisi 2009-yil ishlab chiqarilgan Lacetti, juda ham go'zal holatda. Oddiy texpasporti ham shu separatga eski texpasport 1 qo'l minilgan. $3700 ga beramiz. 1200 dan chiqadi, 2,5 ming xolasa 1 yilga, xolasa 4 yilga kreditdan qo'yadi. 3700 ga akalar, yangi chexol polilar qo'yib qo'ygan. Ichlari ham pokiza zo'r holatda. Bunisi 2020 ga 21 kraskasi yo'q. Toza Nexus 3-paytda sizlar uchun ertaga kunga $6700 qilib beramiz. $6700 akalar. Metan gazlargacha bor, 4 ta yangi balonlari bor. Ichlari ham pokiza zo'r holatda. 130 ming kilometr yurgan test monitorlargacha bor. Xolasa 2200 bilan kelsa hamkorbank 3 yilga 2 milliondan chiqadi. 2 million emas, 2 million 300, 2 million 400 atrofida chiqadi. Agar 4 yilga, 3 yilga bo'lsa 2,5 milliondan chiqaveradi. Spark so'raganlar. Bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda, kraskasi yo'q, toza, yurgan prizaga 65 ming, avtomat korobka sizlar uchun $500 ga 7,5 mingga qilib beramiz. Oylik to'lov 3,5 milliondan chiqadi. $500 akalar mana avtomat korobka. Zo'r holatda benzinda mashinamiz. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi umuman yo'q, 58 ming yurgan, mexanika 3-paytda. Ertaga kunga $7500 qilib beramiz. $900 bilan chiqadi, 3 milliondan chiqadi. $900 dan akalar, 4 ta yangi balonlar bor. 2023 mexanika eng qizig'i metan gazlari bor. 70 ming kilometr yurgan. Yangi o'rtadagi 3-payt. O'rtadagi 3-payt cheka, 2 chekadagi 4. Bunisi 2022 ga 23 orqa krilosda petnosi bor. Yurgani necha ming yurgan bu? 60 ming. 60 ming yurgan 4-paytda Spark'imizni $1000 bilan chiqarib beramiz. 3,5 milliondan oylik to'lov chiqadi. Narxi $8300. 8300 akalar. Avtomatik olibdi, mana ichlari ham zo'r holatda. 60 ming kilometr yurgan. Bunisi 2007-yil ishlab chiqarilgan Lacetti Gentra qilingani. Gentra dokumentali Gentra, ruxsatnomalarni ham olib qo'ygan, juda ham go'zal holatda. O'zimiz buni barterga olib qoldik. Sizlar uchun ertaga kunga bir kunga $4300 qilib beramiz. Ko'rsating. $4300. Lacetti Gentra qilgan. Eng qizig'i 1.6 motorlari bor. Motoriga 1 yilga garantiyasi bor. 1.6 yangi motor qo'yib qo'ygan. Luklarigacha ishlaydi akalar, mexanika. Bo'lib ham hali Optra bo'lgan, u Lacetti'lar Optra bu. Gentra qilib qo'yilgan dokumentlarni $4300 ga hech nimasi yo'q beramiz. $4300 hech bolasi ichramas ekan akalar. Gentra so'raganlarga 2021 2 oy ham juda ham go'zal holatda, bittasi qora, bittasi oq. Kraskasi yo'q. Qorani $1,5 ming navoroti bor. Mers roll, tonni shumka, ichida Optra, ichida salonlari ham, ko'rsating salonlarni ham. Juda ham go'zal holatda. Malibu roll test monitorlari. Mashina 1 qo'l minilgan. 11,5 mingga qo'ymoqchi edik, 11,5 ming demaymiz. $11,000 ga qo'yib beramiz. 11,000. Mabodo bank olaman desanglar 1300, 1400 bilan oylik to'lov $4,400,000 dan chiqadi. 4,400,000. Ha, bunisi 2021 kraskasi yo'q toza.
sizlar uchun 10.700 ga beramiz. 1.100 bilan chiqadi. Oylik to'lov 4.400.000 dan chiqadi. 4.400.000 001dan so'raganlar ekan. Buni o'zlari mers rollarigacha qo'yilgan akalar. Test monitorlari yo'q ekan, bunimizda yuklari bor ekan akalar. Ishlari ham zo'r holatda. Bunisi 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi umuman yo'q. 2023 dan tanib. Kraska umuman yo'q. Yurgani 100.000 dan hech oshiqroq yorgan. 3-paysi o'zimiz buni $10.000 ga oldik. Endi $10.000 emas, $9.800 ga beramiz. Mabodo buni banka olaman desanglar 2.5-3.000 banka desanglar hamkor banka beraman. 3 yilga 3 milliondan chiqadi. 9.800 akalar 2019-yil kraskalar topqo'zi. İçlari ham zo'r holatda ekan. Shumkalar bo'lgan. 2023 ga 24 12simiz. Bo'lib ham 6 premyeri juda ham go'zal holatda. Bu mashinani ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bo'ladigan narx 11.900 ga qilib beramiz. 1.700 bilan chiqadi. Oylik to'lov 4.600.000 dan chiqadi. 11.700 ham. 11.900. 11.900 akalar. Propan gazlarigacha bor shumkalar bo'lgan akalar, eng qizig'i mana. 11.700 ga bersangiz ziyon qiladi. 11.700 ga beraylik. Yo'q, Bo'pti, gapingiz 11.800 ga qilib beramiz ana. 11.800 akalar. Buni Monza so'raganlarga 2023 27.000 37.000 yurgan. 37.000. 37.000 yurgan Monza, bo'lgan 1.5 motor, juda ham go'zal holatda. Mashinani pomni, navorot hamma yo'g'i bor. Sizlar uchun ertaga kunga $2.100 ga chiqarib beraman. Oylik to'lov 5.300 ya 5.400 dan chiqadi. Narxi $13.800. Ko'rsating. 13.800 akalar. Monza so'raganlar 1.5 atmosferli motorda 37.000 km yurgan, ichlari ham mana zo'r holatda. Mabodo onajonisini, dadajonisidan kelsa $100 dan Liboydan bonusi bor. Bunisi 2024 ga 25, 27.000 yurgan propan gazlari bor. Premier Plus 12simiz juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga 13.600 ga qilib beramiz. Mabodo banka olamiz 3.600 man kelsa, qolgan 10.000 ni hamkor banka beraveramiz. Ko'rsating. 13.600 akalar. Ichlari ham zo'r holatda ekan. 27.000 km yurgan. Bunisi 2025 ga 26 Redline 20.000 yurgan xolos. Kraskasi umuman yo'q. Salondan chiqqan xolos 3 martani avtol almashtirgan. Bo'lib ham Redline eng zo'ri. Sizlar uchun ertaga kunga bir kunga masalan buni hali qizil olib, qip-qizil emas, bardovi juda ham go'zal holatda ertaga kunga $13.200 ga qilib beraman. Mabodo hamkor bank bo'lsa 3.200 man chiqadi. Qolgani 4 millionga bormaydi, 3.5 million atrofida chiqadi. Xolasa bank olasa, xolasa naqd pul 13.200 ga qilib beramiz. 13.200 ga Redline akalar, tayinlovkalarigacha bor. Ichlari ham pokiza zo'r holatda akalar. 20 km yurgan. Bunisi 2024-yil ishlab chiqarilgan propan gazlari bor, juda ham go'zal holatda. Premier 6-paysda 100.000 yurgan, kraskasi yo'q. Bu mashinani ertaga kunga 11.600 ga qilib beramiz. $1000 bilan chiqarib beramiz. 4.800.000 oylik to'lov chiqadi. $1000 bilan akalar. Ichlari ham zo'r holatda, propan gazlarigacha bor ekan, eng qizig'i. Endi qarab turing o'g'lim. Bu Biadixon juda ham go'zal holatda yurgan, probegi 130.000 yurgan. Navorot, Powerot hamma yo'g'i bor. Bitta zapravka qilsa 605 km yuradi, 500 ga javob beramiz. Yonkisi 97. Mashinani absolutniy kraskasi yo'q, juda ham go'zal holatda. Bu mashinani 18.500 ga narxini tushirib qo'ydik. Bo'ladigani. Mabodo 8.500 bo'lsa 1 yilga nasiya ham qilib beraveramiz. Kelishilgan holatda ko'rsating. 8.500 akalar, mana trassalarga topdi. Cobaltmi, Gentrasimi, Damasimi, qanaqadir mashinasi bo'lsa ham bozor narxida olib qolib qolganini kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Ko'rsating. Hali bizni kuzatuvchilarimiz Malibu deydi. Mana Malibu 2020 ga 21 2 motor bu, 2 motor juda ham go'zal, kraskasi umuman yo'q. Chizig'i ham yo'q, qop-qora. Keyin buni XL qilingan ekan, atroflarini ham ko'rsating, salonlarni ham ko'rsating. 2 turbina bu. Ha, 2 turbina, juda ham hali eng zo'r motor hali. 1.5 emas, 2.4 emas, 2 motor. Salonlari ham juda go'zal. Mashina endi propanlari ham bor ekan. Biladi, propanlari bor, chizig'i ham yo'q, top-toza. Bo'lib ham yili 20 ga 21. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 20.000 ga qilib beramiz. 2.5 ming puli bilan kelsa hamkor bank qilib beramiz. 6 millionga bo'lmay to'lov chiqadi. Ko'rsating. Ha, akalar shumkalar bo'lgan, eng qizig'i. 2.5 ming bilan kelsa, oldi sotisi ham mendan, nomer pasporti ham mendan, nomiga qilib turib hamkor bank qilib beramiz.
7,5 mingdan mana aka. Onni ko'rsatayım. Maza qilib minadigan mashina, yumshoq balon, xullas bekami ko'z, faqat sho'pirkam xolos. Turishlari ham seriozniy turibdi. Bunisi 2025 ga 26 midline gazlari bor, metan gazlari bor, kraskasi yo'q, 30 ming yurgan. Juda ham go'zal holatda sizlarga ertaga kunga 12200 ga qilib beramiz, ko'rsating. 12200 ga to'rtta balolar radno holatda akalar. Patch ko'p turibdi ichlari akalar mana. 12200 dollarga 3000 puliman kelsa 3 million 500 mingdan hamkorbank ham qilib beraveramiz. Tayyor metan gazlari ham bor ekan akalar, rasxod qilib yurmaysizlar boshqa yo'q. Tayyor ekan. Ha, bunisi 2024 ga 25 yurgan pulidagi tonirovkalarga ham ruxsati bor, yurgani 60 ming yurgan ekan, kraskasi yo'q. Orqa eshigida jicha rixtopkasi bor. Juda ham go'zal holatda, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 11100 ga qilib beramiz. 1200 bilan chiqadi, oylik to'lov 4 million 550 mingdan chiqadi. Yumshoq balon, gaz hamma yo'g'i bor. Tonirovkaga ham ruxsati bor, 1 yilga salgan. Tanalab turibdi aka ichlari. Bunisi 2025-yil ishlab chiqarilgan, 20 ming yurgan, kraskasi yo'q, top toza. Ertaga kunga buni 12300 dollarga qilib beramiz. Mabodo hamkorbank bo'lsa 3000 bilan kelsa, qolgani hamkorbankdan 3,5 milliondan 5 yilga chiqadi. Ichlari ham yangi zo'r holatda turibdi. Lekin mashinalarimiz juda ham beg'ubor, kraskasi yo'q, tiniq mashinalar. Bunisi 2024 ga 25, kraskasi yo'q, toza. Orqa krilosi jicha rixtopkasi bor. Ertaga kunga mana shu mashinani gap yo'q, bitta bonus qilib beramiz. 800 dollar bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 4 million 550 ming. 800 dollar akalar, 4 million. Endi masalan 30 ming kirami raisda qilib olishi mumkin. Unaqa 100 ming emas, 30 kirami. Mana akalar 800 dollar pul borlar akalar orasizlar. 40 ming kilometr yurgan to'rtta yangi balonlar radno holatda ekan. Buni narxi 10900 ga qilamiz. 10900. Endi eshitib qo'yinglar. Kecha olib qoldik 2024 ga 25 yurgan piraga 24 ga 25 to'rtta yangi balonlar bor. Yumshoq balon, gaz, xullas navrot, pavrot hamma yo'g'i bor. Mashinani faqat sho'pirgan xolos. Yurgani 40 ming, kraskasi yo'q, 4-paytda sizlarga ertaga kunga 11500 ga qilib beramiz. 24 ga 25. Mashinani boru, bitta nuqsoni yo'q. Bo'ladigan narxi 11400. Ko'rsating atrofda. 11400 ga mana. Bo'ladigan narxi. Mashina lekin 12 ming dollarlik mashinadan yangi. 4-pakelenli gazlarigacha bor ekan akalar. Mana balonlari ham yangi. Shu bilan chiroyli qilib obzorlarimizni yakunlaymiz. Manzillarda aytib o'tamiz. Andijonda Piyosxo'ya, Toshkent pichagidamiz. Farg'ona, Qo'qon, Namangandan keladiganlarga Andijonda O'zbekiston ko'cha. Qarab qo'yinglar, iloji boricha naqd pulga olgan bab bo'lar. Naqd pulga olmasanglar, boshlang'ich to'lov iloji boricha 1000 so'mga uchmasdan ko'proq pulman kelsanglar, hamkorbank iloji borichalik foizi arzonroq bank sizlar ertaga to'lash bor buni. Chiroyli qilib haligi foizi arzon bankdan to'lab, chiroyli qilib davom ettirsanglar o'zingizlarga ham yaxshi, keyin qiynalmaysizlar. Xudo xolasa telefon nomerlarida Muhammad Yusuf chiroyli qilib nimamizga, ekranimizga joylab qo'yadi. Nomerlarni yangitdan ishchilar oldik. Xudo xolasa bu safar endi hali ancha-muncha telefonlar olmayapsizlar deyapsizlar. Unaqa gap so'zlar bo'lishi mumkin emas. Liboy telefonga qilinglar, sразу ko'taradi. Manzillar Andijonda Piyosxo'ya, Toshkent bitagidamiz. Musofirda yurganlar inshaalloh hamisha sizlarni Alloh o'z panohida asrasin. Yurtimizga, bola chaqalarning oldiga, ota-onalarning oldiga eson-omon pulinglar topib, yorug' yuz bilan kelish hammalarga nasib qilsin. Keyin qanaqadir mashina oladigan bo'lsanglar, chiroyli qilib yuzdagilar jo'natinglar, chiroyli qilib qanaqa mashina desanglar, chiroyli qilib beramiz. Keyin barter mashinalaringlar bo'lsa, qanaqadir mashina sotadigan odamlar bo'lsa ham 24 soat desam yolg'on cho'lama, ertaman 8 dan kechqurun 11 gacha ishlayapmiz. Mashinalarda arkasinglar kelishilgan holatda naqd pulga olib qolaveramiz. Iloji bo'lsa egalarini ham birga olib kelinglar. Sraz dokument qilib notariusda pulinglarni sanab beraveramiz. Xudo xolasa manzillarda aytib o'tdik. Barter qanaqadir mol qo'yinglar bo'lsa ham mana Qur'on hayit kelyapti. Hali semiz qo'ylar bakan bo'lsanglar ham qo'ylarga ham o'zimiz olib qo'yaveramiz, mashina beraveramiz, barter qilaveramiz. Inshaalloh hammalarga rahmat. Xudo xolasa ertaga kunga kutib qolamiz. Sizga ham rahmat.